Janubiy Koreyadagi yurtdoshlarimiz nima uchun bu Tayvan davlat sayohat vizasini olishlari kerak? Hozir 3 ta sabab keltiraman. 3-sini eshitsangiz aniq bugunoq ushbu vizani olgilaringiz kelib qoladi do'stlar. Hozir Janubiy Koreyada D2 vizada o'qiyotgan 2005-yil Ziyodulla do'stimizning o'sha Tayvan davlatiga sayohat vizasini olish uchun anketasini to'ldiryapman. Bugun yakshanba 2-noyabr, xudo xolasa kelasi hafta seshanbalarga elchixonaga kirgizib yuboramiz. Ziyodulla do'stimiz kuni kecha Yaponiyadan atkaz olibdi, boshqa agensiya orqali topshirib, endi menga kelib, mana shu Yaponiyaga viza olishimiz kerak va boshqa davlatlarga ham viza olishimiz kerak deyapti. Maqsadi viza isora qilish ekan. Birinchi sababi Tayvan Koreyaga yaqin. Hozir ko'rdim men biletni Pusandan Tayvan Taipei shahariga $157 bordi keldi bilet turibdi do'stlar. Nima deyapti? $157 borib kelasiz siz boshqa davlatga. Xo'p, ikkinchi sababi vizasiz stikerli bo'ladi, pasportingizga yopishtiriladi. Viza so'ra qilayotgan do'stlarimiz uchun, yurtdoshlarimiz uchun juda ham zo'r variant. Uchinchisi esa eng muhimi do'stlar, hozir siz Koreyadasiz, hech qayerga bormaysiz. Hujjatlaringizni, pasportingizni bizga yuborasiz, biz o'zimiz elchixonaga borib topshiramiz. Lekin O'zbekistonga qaytib kelib olaman desangiz, O'zbekistonda Tayvan davlatining elchixonasi yo'q. Hozir qidirib ko'rdim, eng yaqin elchixona Turkiya Anqara shahariga borib topshirishlaringiz kerak agar mana shu vizani olaman desangiz. Bu vizaning nomi esa Tayvan davlatining sayohat vizasi do'stlar.